Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xabarlaringiz bor, bir necha kun oldin noturar obyektlarning mol-mulk soliqlarini kamaytirish haqida video joylashtirgan edik. Ushbu videodan so'ng bir qancha savollar kelib tushdi. Ushbu savollarga birin-ketin javob berishga harakat qilamiz. Demak, aynan shunaqa huquqimiz bormi, yo'qmi deb savollar kelyapti. Soliq kodeksining 412 va 420-moddalariga murojaat qiladigan bo'lsak, bu yerda qayd etilgan, agar obyektning 1 kvadrat metr qiymati belgilangan eng kam qiymatdan past bo'lsa, soliq to'lovchi ko'chmas mulk obyektlarini mustaqil baholashni amalga oshirishga haqli. Demak, agar sizga soliq organlaridan mana shunaqa tartibda xabarnoma keladigan bo'lsa, ushbu xabarnomaning ichida mana o'ng tarafida buni katta qilib ko'rsatilgan. Mana o'ng tarafida kadastr qiymati ko'rsatiladi. Ushbu holatda mijozimiz taqdim etgan hujjatga asosan kadastr qiymati 220 million. Mulk maydoni 625 metr kvadrat. 1 kvadrat metr uchun eng kam qiymat 1 million 300 qilib belgilangan. Va soliq organi eng kam mutlaq qiymatdan, ya'ni 625 ni 1 million 300 ga ko'paytirib 812 million so'm baza, ya'ni soliq bazasi hosil qilgan. Ushbu soliq bazasidan 1,5% miqdorida, ya'ni 1 yil uchun 12 million so'm mol-mulk solig'i chiqqan. Demak, e'tibor beriladigan bo'lsa, bu yerda kadastr qiymati 220 million, lekin soliq 812 million so'mdan hisoblayapti. Mana shu holatda aytayaptiki, bu yerda mana soliq organlari xabarnomani pastida, ya'ni mol-mulk qiymati agar belgilangan qiymatdan past bo'lsa, siz qayta baholashingiz mumkin ekanligi ko'rsatilgan. Demak, siz Soliq kodeksining 412 va 420-moddalariga asosan ushbu huquqdan foydalanib, mol-mulkingizni baholab soliq idorasiga yuboradigan bo'lsangiz, 2 yil davomida soliqlar, aynan mol-mulk solig'i ushbu siz baholab bergan qiymatdan hisoblanadi. Agar kadastr qiymati bilan soliq hisoblayotgan soliq bazasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu holda siz mol-mulkingizni baholash talab etilmaydi. Shu bilan birgalikda bir narsani e'tiboringizga aytmoqchi edim. Mol-mulkni baholashdan oldin albatta UZCAT dasturidan ro'yxatdan o'tkazish kerak. Shundan so'ng birinchi qadam baholovchi organga borasiz. Ular sizga baholash xulosasini taqdim etadi. Ushbu baholash xulosasini olib may3.soliq.uz saytidagi mol-mulkni baholash ma'lumotlarini soliq idoralariga yuborish moduli orqali soliq organlariga ushbu xulosani PDF formatda yuklab yuborasiz. Bu bilan siz aynan shu belgilangan yil uchun soliqlaringiz aynan siz baholagan qiymatdan kelib chiqib hisoblanadi. Tasavvur qiling, siz 2025-yilda mol-mulkingizni baholab soliq organlariga yuborgansiz. 2026-yilda baholashni yangilashingiz shart emas, ya'ni 2 yilga o'tadi deyilgan. Aynan o'sha 2025-yildagi baholash xulosasini yana bir marta 2026-yil uchun may3.soliq.uz orqali soliq idoralariga yuborasiz. Bu bilan siz 2025 va 2026-yillar uchun ushbu huquqingizdan foydalangan bo'lasiz. 3-yilga kelib siz yana bir marta mol-mulkingizni baholab, yana 2 yilga ushbu huquqdan foydalansangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.